Xo'sh, hormanglar, bu 3 so'ti 4 ta xonali uyimiz, hovli sotiladi. 3 xonali kvartira nechi pul? Remontdan chiqqan eng zo'ri 60 ming bo'ladigan bo'lsa, men ko'rganlarim Chirchiqda, bu arzimagan 50 ming dollar. 4 ta xona. Mana bu uzun katta koridor. Mana bu ikkinchi xona. O'tirib, mehmon kutib olib, o'tirib gaplashib, yana ham kuzatib qo'ysangiz bo'ladi. Отопленияsi kontramarka ekan bu uylar, pishgan qishdan. Mana bu yana ham bitta xona. Shunda 3 ta bo'ldimi xonalari? Subhanalloh. Hovliga chiqamiz, огородga. Tak. Mana bu katta koridor bo'lsa, mana bu zallari 4-xona. Tak, svetini yoqamiz. 50 ming dollarga 4 ta xonali 3 sotili uy zo'r-a? Bunaqasi faqat bizani kanallarda bo'lsa kerak, ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsa kerak. Uspet qilinglar, yana egasi kelishtirib beraman deyaptilar. Subhanalloh. Tak, koridordan dalish yuramiz. Bu yerda o'tirib ovqatlanar ekanlar. Kuxnya hozir nari ko'chgan ekan. Oldin bu yoq kuxnya bo'lgan ekanda. Hozir vanna bilan hojatxona ekan. Bu rakvina bo'ladigan bo'lsa, mana bu vanna. Tak, va mana bu hojatxona. Tadam. Ya'ni bitta kanalizatsiya как положено bor ekan. Bu titan. Hozir endi hovlilariga chiqamiz. Mabodo deyman-da. Pulinglar bo'lsa, 3 xonali kvartirani puliga 4 xonali 3 sotili hovlicha. Da. Zo'r. Xuddi shunaqa uy qidirgan yaqininglarga jo'natib qo'yasizlar. Kommentariyaga savolinglar bo'lsa yozasizlar. Like bosishingizdan chiqmasin. Tak, hovliga chiqamiz. Tak. Bu hovlilari mana bu yoq darvoza xonalarida. Bemalol o'sha GPS bo'ladimi, Malibu's bo'ladimi, sig'adi. Ketdik dalishi. Bu o'sha chegara. Mana bu yoqda огородlar ekan. Daraxtlar. Va hozir kuxnyalarga o'tamiz. Tak. Mana bu yoq kuxnyalari. Bu yoq tipa saraylari bo'lsa kerak, как кладовками. Da. Mana bu chegaralari, qo'shnilari bilan birga chegaralari. В целом 3 sotili uy, 4 ta xonasi bor, kanalizatsiyasi bor, Wi-Fi'lari, internetlari, gaz, svet suvlari bor. Отопленияsi bir joyda kontramarka, qolgan joylarda отопление qilishga hali uspet qilmabdilar. Ozgina o'sha rejalari uchun uyni sotyaptilar. Shunaqa uy qidirgan yaqininglarga jo'natib qo'yinglar.